Assalomu alaykum, Golden Darvoza kanalining kuzatuvchilari, hurmatli mijozlar. Mana Golden Darvoza Farg'ona shahriga yana bir xonadon uchun darvozani o'rnatib berdi. High-tech usulidagi rasmiy darvozamiz, mana ko'rib turibsizlar. Naqshlariga alohida e'tibor berilgan, ya'ni elementarniy jihatdan muhim tarzda ishlangan, ya'ni mijozimizning talablariga asosan bejirim tarzda darvozamizni ishlab chiqarish jarayonini mijozimiz muntazam ravishda kuzatib bordilar. Ya'ni seximizdagi har bir protsessni klientlarga jo'natib boramiz, ya'ni darvozalar qaysi bosqichda ketayotganlarini ko'rishlari mumkin. Ranglariga ham alohida berilgan. Birinchi o'rinda uzoq yillik xizmat qilishiga, darvoza endi bilamiz har doim xarid qilinadigan narsa emas, shuning uchun uzoq yillar xizmat qilishiga alohida e'tibor beramiz. Mana ruchkalarni ham ko'rib turibsizlar. Orqa tomonlari ham splashnoy tarzda 2 qavatli qilib, mana shum izolyatsiyalari bilan chiroyli qilib berilgan. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, 91 kodi bilan 110 90 09 raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.